Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 300 kvadratli katta yo'lda bugun Farg'ona viloyati Uchko'prik tumaniga Miral akaning xonadonlariga o'rnatdik. Xudo xolasa, hozir yoqganimizga bir yarim soat vaqt bo'ldi. Yo'limiz miyanari 65 gradus belgilab qo'ydik, mana 44 gradusga chiqdi. Stabilizator 200 vaqt turibdi. Yonishlarini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Avtomatik yo'llarda afzalligi mana shu yerga bitta zapravka qilib qo'yapti. 24 soat umuman qaramaydi. O'zi mana shu motori har 7 minutda, 8 minutda bir marta ko'mroq qo'yadi. Garelkaga, olib yonadigan joyiga. Davlat ishlaydigan insonlarga ham juda qulay. Mana shu miyasi telefon orqali boshqariladi. Telefon orqali boshqariladi. Masofadan turib bemalol ertadan gradus pasaytirib ketilgan bo'lsa, ishga borib, ishxona o'zidan telefon orqali gradus ko'tarib qo'yadigan bo'lsa, uyga kelganda uylar issiqxona turaveradi. Afzalliklar juda ko'p. Kimga ana shunday sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz.